Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun yana biz sizlar bilan qovurdoq tayyorlaymiz. İşte Bismillahirrahmanirrahim deb boshladik. Qovurdoq tayyorlash uchun kartoshkalarni ana shunaqa shaklda kesib olamiz. Kesib olib, tuzlab qo'yamiz. Keyin piyozlarni ham shunaqa qilib kesib olamiz. Maydalab. Balgar, guroch hammasini tayyorlab olamiz. Qovurdoq tez tayyor bo'ladigan, yoshi qariga yoqadigan taom. Mana kartoshkalarimizni tuzlab oldik. Yog'ni qizdiramiz. Qozonga yog' solib qizdiramiz. Keyin kartoshkalarni solamiz. Kartoshkalarimiz mana qizarib chiroyli bo'lib pishdi. Yarim holatga keldi, yarim pishar holatiga keldi. Endi piyozimizni solamiz. Piyoz bilan chesnok birga qovuramiz. Yoqtirmaganlar so'masezdan bo'ladi, lekin hamma taomlarimga, ovqatlarimga chesnok ishlataman. Balgar bilan uzoqda sal qovurib olamiz, keyin solamiz. Pomidorni nimadan chiqardik? Sizga qarab soling. Ozgina tuzroq solsangiz bo'ladi, ko'proq solsangiz ham bo'ladi. Suyuq bo'lishi o'zlariga bog'liq. Go'shtlarimizni qiyma qilish uchun chopperdan chiqara olamiz. Ziravorlar aylantirib oldim. Qiymalarni tayyor qildik. Bir soat qolganga solib olamiz. Qarang, mana ovqatimiz yaxshi pishdi. Tozayib qolgandan keyin bo'ladi. Mana marhamat, ko'ring, lazzatli taom.